Assalomu alaykum vatandoshlarimiz. Mana navbatdagi skromniy o'sha o'zimiz hit qilgan kapalak deb nomlangan darvozamizni o'z manziliga olib kelib, ustonovka qilib, ponni jarayonlarini yakunlab oldik. Bu darvozamizni qisqacha obzorini qilib bersam, bunga ishlatilgan materiallarni, manzillarni qisqacha sizlarga tanishtirib borsak, darvozamiz o'zimizni Namangan viloyati Uch tumani Cho'tti qishlog'iga olib kelib, ustonovka qilib o'rnatib berdik. Bu zakazga binoan bo'ldi darvoza. O'zi xonadon egalari Ikromjon akam biz anchadan beri kuzatib borar ekanlar, obunachi ekanlar. Xudo xolasa mana Nodirbek ishlaringizni doim kuzatib boraman. O'shanga menga mash darvozangiz o'sha birinchi chiqarganingizda niyat qilgandim. Xudo xolasa mana niyatimga yetdim deb hozir rosa xursandlar. O'zlarining ham suhbatlarini bir qator olamiz oxirida. Darvozamizni razmeridan birinchi boshlasak 347 eniga 344 bo'yiga bo'lgan. Darvoza shinamgina nihoyatda chiroyli, o'zimga ham yoqdi darvoza. Bu kapalak deb nomlangan darvozamiz ikki xil variantda bo'ladi. Nirjevenkasiz, nirjevenkali bo'ladi. Bu nirjevenkali gipga qilib turib, orasiga nirjevenka qilib turib, buni bukib turib, nirjevenka qo'yib beramiz. Agar nirjevenkasiz varianti bo'ladigan bo'lsa, silikon list tushadi, ikkiga bir palasa qarab turib, alohida rang ajratib beramiz. Ranglarga kelsak, ranglar ikki xil svetda bo'ldi. Bu uch xil svetdan bo'ladi, ikki xil svetdan bo'ladi. Bu ikki xil sveti o'sha devo kraska, temirlak hamma yo'g'i full variantda bo'lgan darvoza. Utupitel qilingan. Darvozani materiallariga kelsak, past tomoni 10 ga 5 shiveller begavatniki bezo'loq, yo'llari 10 ga 10 brus profil. Ikki steladan foydalanilgan. Tepa tomoni ham 10 ga 10 profil. Tepa tomoni mana o'zlaring e'tibor berishlari mumkin. Tahiyasi bor 50 sm. Bu tahiya ham o'sha nirjevenka holatida ponni bukib turib, orasiga nirjevenka qo'yib berilgan. Tepasiga o'sha eskicha yozuv, arabcha yozuv deymiz. Arabcha yozuvda o'sha zakaz qilganlar birinchi qo'ygan darvozamizga ham arabcha yozuv qo'ygandik. O'sha darvozani ko'rib turib, hamma yo'g'i bo'lsin Nodirbek, mana shu darvoza qanday bo'lsa menga ashunda chiqsin dedilar. Uni ashunda chiqarib berdik. Darvoza xudo xolasa ranglariga, hamma yo'g'i kraskalariga javob, garantiyalari bor. Nima desa bo'ladi? Haligi maqtagandan ko'ra bir marta qildirgan biladi. Darvoza alohida kaltikaga chiqmasligining sababi menga, chunki mashina olib kirib olib chiqaman Nodirbek, 347 eniga kichkina bo'lib qolmasin dedilar. Alohida kaltika emas, kaltikasini ichida qilib berdik, o'ng qo'l tomonga. Zamoqlarga kelsak, zamoqlari zubur zamoq, xizmati zo'r. Xohlasin zubur zamok, rossiyskiy bo'lmasa stimul troitskiy zamok deysa, troitskiy zamok ham qo'yib beramiz. Nirjevenkalar ham o'ziga yarashga mana nihoyatda chiroyli. O'sha nirjevenka ham har xil rangida bor. Hop, gold deysizmi, qora deysizmi, oq deysizmi, yaltiroq deysizmi, qaysi biri svetdan desangiz, yo'qsa qilib beraveramiz. Oldi 1.8, orqasi 1.5, listlari foydalanilgan. 1.5 ga 1.5 zazor yopish hisobida ponni kurgava aylantirib chiqilgan. 2 ga 3 profil pesh buruniga qo'yilgan. Bu profilning stenasi ham qalin. O'ziga yarashgan mana do'ppilari bor. To'tala tomon, to'ttadan ikkala qanotga qo'yib chiqilgan. Ranglar hamma yo'g'i joy-joyida. Laklari o'sha matviy lakda bo'ldi. Glansvet bilan matviy lakni aralashtirib turib sepib berilgan. Yo matviy emas, yo glansvet emas. Orqa tomonchi deganlarga orqa tomondan ko'rsatib o'tamiz. Keling aka. Mana orqa tomonlari ham bir xilda arnatomni sepilgan. Bir xilda mana arnatomni sepilgan. Mana orqa tomonlarni ham ko'rish mumkin. Shanillar planka asosida ponni o'sha katta shanildan qo'yib berilgan, ikkala tomoniga ham. Kaltikaga ham planka asosida qo'yilgan. Sentr zamok, mana hammaga qo'yib kelinadigan sentr zamok. Yengil bola chaqa, ayollar ham ochib yopishaveradi. Qanotimiz haqiqiy uruvenga o'lgan. Turgan joyda qotadi mana darvoza. Yopilib ketish, ochilib ketish bo'lmaydi mana. Chiqaring aka. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qo'shni davlatlarga ham dastavkamiz bor. Olib borib o'rnatib, ustonovka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Endi shu xonadonimiz egalari Ikromjon akam suhbatlarini olsak, keling Ikromjon aka, vaqa keling endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasdan, darvozalar qulluq bo'lsin aka. Buyurib nasib qilsin. Ko'nglingiz og'ida chiqdimi? Endi bir obunachilarimizga bir o'zingiz fikringizni bildirib yuborsangiz. O'zingiz ham mana aka, hop, hamkasb akamiz. Biz darvoza qilsak, qulluq sohasida, siz zina, stashka, beton sohasida mana chunki zina so'raganlar ham ko'p-da. Mana hozir Toshkentga shashib turibsiz, Toshkentga obyektingiz bor ekan. Zina bo'yicha haqiqiy mutaxassis ekansiz aka. Ishingizni omadini bersin. Endi bir darvozamizni bir o'zingiz tomoshabinlarga fikringizni bildirib yuborsangiz aka. Assalomu alaykum.
Hurmatli yurtdoshlar, 5 oydan beri niyat qilib mana Nodirjonni o'sha internet orqali topshirdim, gaplashib yurib, kuzatib yurardim. O'zim xohlagandakka o'sha razborlarni berib, o'zim aytgandan-da zo'r bo'lib, original, hammasi original ekan, xudo o'zi zo'r. Ma'qul keldim aka. Birata defektni bir haligi ko'nglingiz g'ijir bo'ladigan jihati bormi? Haqiqiy, haqqoniy o'zim chiqdim, mana o'zim chiqmayman dedim bu internetga, mana zo'r, xudoga shukur, o'zim yoqdi. Xursandsiz aka? Ha, xursandmiz. Kraskalar hamma yo'q joy-joyida. Aytgan materialda qilib berildi aka. Xursandchiligimizni qilmay gapirishamiz haligi bo'lyapti. Yo'q aka, buyurib nasib qilsin. To'ylarda qiling, ota-onalar bilan hojilarga boring aka. Yaxshilik kunlaringizga doim ochilib yopilsin shu daryoga. Yo'q, kutganimdan ham a'lo. Zo'r, haqiqiy, haqqoniy hammasi. Obunachilar mana Ikromjon akam xonadonlar, realniy xonadon, haligi beyda bir haligi boshqa narsa bo'lgani yo'q. Doim aka xonadonda olaman-da men syomkani. Sababi kuzatib borishsiz. Men siz ham o'zingiz ham kuzatib borgansiz anchadan beri. Realniy o'sha qo'yilgan xonadonda masalan kanal ham hammasi o'zimizniki. Chunki niyat jamoasi aka bir xilda o'sha 20 tadan oshiq inson qimillaydi. Suvochimiz, kraskachimiz, alohida hammani o'zining sohasi bor. Masalan men olib kelib ustonovka qilib beraman aka. Yo'q, hammasi yaxshi. Xudo xolasa yo'qda aka darvoza. Hammaga tavsiya qilaman. Rizo bo'ling. Yaxshilik kunlarga ochib yoping aka. Ikromjon aka bitta duo qiladi, duosiz ketmayman aka. Qani bismillah. Parvardigorim ham menga nasib qildi, mendan ham boshqa hamma niyat qilib yurganlarga mana shu darvozalarni yetkazib Parvardigoriga ham hammamiz ham yaxshi kunlarga ochilib yopilishni nasib qilgin, o'zidan o'ziga muhtoj qilmagan. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Bir rahmatga arhamar rohim. Shularimiz Yana bir bor. Buyurib nasib qilsin. Gap yo'q. Yaxshilik kunlarga ochib yoping. Obunachilarimiz mana xudo xolasa ko'rsalaring yoqsa, xudo xolasa bundan ham chiroyli ro'zalarimiz. Agar videomiz, ro'zamiz yoqsa bir donadan like, agar kamchiligi bo'lsa bemalol kommentariyaga yozsalang, ayblarimizni to'g'rilab ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.